Toshkent shahri qarang, yoki Yevropaga o'xshab ketdi. Nima deysiz? To'g'ri aytasiz, Toshkent shahri ancha o'zgarib, rivojlanib ketyapti. Mayli akam, mavzudan chetga chiqmaydi. Hozir qayerdamiz, naqamiz? Hop, hozir navbatdagi obyektimizga uy ta'mirlashdan keyingi uy tozalash xizmatiga kelganmiz. Bu mijozimiz premium tarifini tanlaganlar. 3 xonali xonadonni 3 ta xodimimiz bilan tozalab qabul qilish xizmatini tanlaganlar. Endi G'aybulla aka, bilasiz, xodim yollagandan keyin uni taomlantirish kerak, qarash kerak. Hozirgi kunda ishda ko'payib ketyapti. Biznes tadbirkor akalarimiz bor. Mana shunaqa narsani yechimi ham bormi aka? Bor, yechimi. Bizning premium tarifimizda mijoz hech narsaga ovora bo'lmaydi. Xodimlar tushligini ham bizning bo'ynimizda bo'ladi. Tozalash vositalarini ham hech narsaga ovora bo'lmaydi. Hammasini o'zimiz olib kelib, xodimlarimizga topshiramiz. Mijozlarimiz uyi chiroyli tozalangan holatda qabul qilsa bo'ldi. Xo'p, ana endi asosiy punktlardan keladigan bo'lsak, tozalash tizimi deydimi, tozalash uslubi qanaqa bo'ladi? Hop, biza tozalash uslubimiz nafaqat premium tarifida, boshqa tariflarimizda ham uyga har bitta burchagini, har bitta detalini chiroyli qilib, changlarni, dog'larni qoldirmagan holda hammasini chiroyli qilib tozalab topshiramiz. Mayda-mayda dog'larni ham qoldirmaymiz. Hamma joyiga e'tibor beramiz. Sizga ham premium darajadagi shunday xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi poзвонить tugmasini bosing yoki quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing.